Vaqtida mashinalar ham haydadim, vaqtida katta ishxonalar ham ochdim, katta davralarda ham yurdim. Hamma narsani faqat menga omad bo'lib kelganda, keyin men birdaniga shunaqa tushkunlikka tushgandan keyin bo'ldi, men уже o'nglamayman, bo'lish holimda ketdim deb o'ylaganman. Yo'q, adashgan ekanman. 17 yoshimda turmushga chiqqanman. Bitta o'g'il farzandim bor. Turmush o'rtog'im 23 yoshimda ayrim sabablarga ko'ra chet elga ishlagan ketganlar. Qo'limda yolg'iz 3 yosh farzandim bilan qolganman. Anchadan keyin turmush o'rtog'im bilan ajrashdik. Ular o'tdilar, men bu yerdaman. O'sha yerdan javobim berdilar. Keyin o'g'lim bilan yolg'iz qolib ishlashga, bolamni o'qitib, bolamni oyoqqa turg'izish uchun ishlashim kerakligini tushunib yetdim. Stilist bo'lib o'qiganman, keyin stilist bo'lib ishladim. Ishlarim rosa yaxshi bo'lib ketdi. Oyoqqa turdik, o'g'lim ham, men ham ancha ishlarimizni rivojlantirdik. Ishlarim yaxshi yurishayotgan bir paytda menga diagnoz qo'yishdi. Boshimda o'simta borligini aniqlashdi. Keyin saraton kasalini aniqlab operatsiya deyishdi. Men juda ham qattiq shokka tushib qoldim. Uni tushuntirib bera olmayman. Endi ishlarim yaxshi bo'layotgan bir paytda bunaqa kasallik, bunaqa dard juda ham og'ir bo'ldi. Keyin operatsiyaga kirishga qaror qildim. Operatsiyada ko'z tomirimga tegib ketishdi. Uzib yuborishdi ko'zimni bitta tomonini, o'ng tomonimni. O'sha bo'yi men ko'zim qanaqadir bitta ko'z bilan yuradigan bo'ldim, bitta ko'zim butunlay yopilib qolgan. Keyin 5 marta, 6 marta operatsiya qildirib ko'zimni sal ozgina bo'lsa ham to'g'irladi, baribir shunda ham ozgina menga nogironlik anaqasi bo'lib qoldi. Keyin tushkunlikka tushib qoldim. Hech narsa yoqmasdan uyda o'tirib, asabiy bo'lib, ishlagim ham kelmadi. O'zimning shaxsiy salonlarim bor edi, hammasini yopib, qanaqadir uydan chiqmaydigan, hech kimga qo'shilmaydigan, sal jizzaki bo'lib, yovvoyiroq bo'lib qoldim. Kasalligimni ketidan ko'pchilik do'stlarim tashlab ketishdi. Shuning orasida o'g'limni o'ylantirdim, voyaga yetkazdim uni. O'g'lim yonimga kirdi. Bizga ancha yordamchi bo'ldi o'g'lim. Lekin menda baribir qanaqadir stress bo'lib, u narsani o'zim ham tushunmasdim. Qanaqadir yig'lagim kelardi. Ko'p narsadan xafa bo'lardim. Endi ishlarim yaxshi bo'lib turganda deb ko'p siqilib qolardim. O'zim ham ancha kaprizni bo'lib qoldim oxirgi paytda. Qanaqadir oldin xursand bo'lib yurardim-da, kulib, hayotdan xursand, zavqlanib yurardim. Men qattiq tushkunlikka tushib qoldim. Hech kimga qo'shilgim kelmadi. To'ylarga ham, o'tirishlarga ham hech narsa yoqmasdi. Menga faqat jimjit joy yoqib qoldi oxirgi paytda. O'zim shunaqa sharoitga, shunaqa nimaga o'rganib qoldim. Shunaqa paytda xotin-qizlar raisi Sayyor opa shunaqa o'qish bor, Ziyoda borib o'qing, sizda juda ham imkoniyatlaringiz katta, sizda qancha biznesingiz bor, qo'lingizda qancha hunaringiz bor deb aytib qoldilar. Keyin o'qishga otlanib o'qishga bordim. Issiq bo'lishiga qaramasdan chillada biz o'qidik, ikkinchi potokda. Qoldira olmasdim. Shu darsga kelib hamma narsamni unutib, maza qilib ketadigan bo'ldim. Qanaqadir psixologga kiraman, psixolog yordam beradilar, kurator qizlar yugurib kelishadi, nimanidir tushunmasang nima yordam deb. Men o'yladim, bu oddiy o'qish, shundoq borasan, o'qiysan, ketasan deb o'ylagan edim-da. Bordim, o'qib yurdim, imtihon deyishdi. Imtihon topshirdik. Keyin sertifikat olinadigan kun bo'ldi. Keyin sertifikat berishdi. O'qiganim ham yo'q, sertifikat shundoq oldim-da. Keyin bitta qarasam, pul ajratilgan, siz shunaqa moliyalashtirildingiz degan sertifikat berishdi. Endi o'sha yerda achkidaman, yig'layapman, ikkita ko'zimdan yosh oqib ketyapti.
shundoq chiqdimda o'sha mani kreslam bor, spamoyka deyiladi, kreslo deyiladi. Uni Xitoydan olib keltiriladi zakazga. O'sha odamga telefon qildimda, men moliyalashtirildim. Menga shunaqa anaqa qilib bering dedim. Keyin bo'ldi, men sizga olib kelib beraman dedilar. Endi ularga ozgina zaklad berib qo'ying dedilar. Yo'q, aniq deyapman-da. Kreslo kelgan, meni pulim yo'q. Siqilyapman, voy. Menga telefon qilishyapti ayoldan. Shunaqa plastikingizga pul tushiramiz. Sizga qancha ajratsangiz yetadi. Men turib o'zimga yetadigan summamni aytdim. Keyin bir haftadan keyin telefon qilishyapti. Shunaqa pulni olinglar. Kelib olib ketinglar deyishyapti. Borib pulni oldik. O'shanda ham tush ko'ryapman deyapman, o'zimga o'zim tush ko'ryapman. Chunki aytishyapti hech qanaqa foizi yo'q. Bular berayotgan usloviya, bular berayotgan unaqa talab menga shunaqa qo'rqitishardi. Voy bekor unaqa qilyapsiz, bekor. Yo'q, unaqa emas ekan. Ayollar, o'qinglar. O'qishi erta kecha yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi. Allohga tavakkal, o'qinglar. Kutmagan joyimda menga shunaqa rizqlar berdi. Men shunaqa minnatdorman bu o'qishdan, shunaqa xursandman. Men o'zimni ish joyimni ochdim. Men o'zim bilan olib boraman. Oldingi depressiyalarim, stresslar hammasi chiqib ketdi. Men aytaman, menga shuncha odam, shuncha hech kim menga yordam bera olmaganda. Bu proyekt menga shunaqa bittada yordam berdi. Men aytdim, meni sizlar o'zgartirdinglar, sizlarni o'qishinglar o'zgartirdi. Men hammaga buni hamma ayollarga aytaman, hamma ayol qizlarga mana shu o'qishga kelib o'qinglar, o'zinglarni ustinglarda ishlanglar, rivojlaninglar, to'xtab qolmanglar. Xudoga shukr, mana ishxonamni ochdim, olib keltirdim, hamma narsamni qo'ydim, joyladim, klientlar kelyapti, shogirdlar kelyapti, xudoga shukr. Avvalambor ayol mikromoliya tashkilotiga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Meni shunaqa zo'r o'qitib, meni shunaqa zo'r har tomonlama meni zo'r qilib berdinglar. Rahmat sizlarga kattakon, meni hayotga qaytardinglar.